Mana bugun Buxoromizda yangi ochilgan xususiy maktabni, Buxoro International School'ni ochilish marosimida, ya'ni taqdimotda ishtirok etyapmiz. Men bu maktabda yaratilgan sharoitlarni ko'rib, juda ham xursand bo'ldim va ikkinchi bir faxr hissini tuydim. Mana buxorolik o'zimizda o'sib, ulg'aygan, ta'limimizni ko'rgan insonlarni bunaqa maktabni yaratishlaridan xursand bo'ldim va ularga omad tilayman va o'zimni farzandimni ham hattoki o'qitish xohishim paydo bo'ldi. Nimagaki joyni tashkillashtirish yoki muhitni zo'r qilib berish to'g'ri ko'pchilikni qo'lidan kelishi mumkin, ammo kuchli, tizimli, sistemali ta'lim jarayonini shakllantirish uchun u insonlarni o'zi ta'lim jarayonida bo'lgan bo'lishi kerak va o'ylaymanki, bu maktabni bitirgan o'quvchilarimiz juda ham sog'lom muhitda va juda ham ta'limda kuchli natijalarni ko'rsatgan, O'zbekistonni rivojlanishda juda katta hissasini qo'shadigan yoshlar bo'ladi deb o'ylayman va hammaga tavsiya qilgan bo'lardim.